Bepul jigar bilan buyrakni davolaymiz, birodarlar. Uy sharoitida bepulni aytaman, quloq soling, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Jo'xori po'pagi, agar sizda buyraklaringizda qanaqadir muammo, shamollashlar, qum toshlar bo'ladimi, yallig'lanishlar bo'ladimi, hammasini oldin oladi, birodarlar. Jigaringizda muammolar bo'lsa, jigar qotishlar, gepatit viruslar bo'lsa, birodarlar, mana shu jo'xori po'pagining bir siqimini 200 gram qaynab turgan suvga 15-20 daqiqa damlab, ertalab 200 gram, kechqurun 200 gram iste'mol qilsangiz, mana shu jigardagi muammolar, buyrak shamollash muammolari, peshob yallig'lanishlar, peshob yo'li shamollashlarga juda yaxshi yordam berar ekan. Hattoki qondagi qand miqdorini pasaytirib berar ekan, birodarlar. Sahri bor insonlar bemalol iste'mol qiling, sahringizni uy sharoitida me'yorlashtirib beradi. Qoni quyuqlar, davleniyasi baland insonlarga ham juda yaxshi yordam beradi. Bir siqimini damlab iching, qoningizni suyuq turib, davleniyani me'yorlashtirib berar ekan, qon aylanishini yaxshi qilar ekan. Hattoki yurak qon tomir kasalliklariga yaxshi ekan, birodarlar. Jo'xori po'pagi bepul, birodarlar, hamma joyga, bozorlarga, hamma joyga sotadi. Do'stlaringizga jo'nating, xudo xolasi foydali bo'ladi. Juda foydasi katta. Buyrak shamollashiga, jigarga, sahri bor insonlarga juda yaxshi yordam beradi.